Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz stress nima va uning turlari haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi kunda pedagogika psixologiya fanining 15-mavzusini sizlarga tushuntiryapmiz. Stress nima uchun mavzuga kiritilgan? Bu stress nima o'zi? Ta'limda stress qanaqa bir ehtimoliy nimalari bor? Stressdagi noto'g'ri belgilari bor. Ta'lim samaradorligiga qanday zarar ko'rsatadi stress? Shular haqida biz to'liq mavzu haqida tushuntirib o'tamiz. Mavzuni sizlarga e'lon qildik. Rejalar bilan tanishtirib chiqaman sizlarga. Birinchi rejamiz stress nima? Ikkinchisi stressning belgilari qanday bo'ladi? Uchinchisi fiziologik stressning belgilarini qanday? To'rtinchisi psixologik stressning belgilarini qanday aniqlash mumkin? Keyingisi beshinchisi stressni keltirib chiqaradigan omillar quyidagicha. Ularni tushuntirib beramiz. Keyingisi rejamiz stress turlari qanday? Keyingi rejamiz stress qanday kasalliklarga olib keladi? Shular haqida sizlarga gapirib o'tamiz. Stress nima degan savolga quyidagicha tushuntiramiz. Stress bu bizning guruhimizda tanamizning yaxlitligini buzadigan psixologik holat. Mustaqil qilib aytganda, insonning ichki muvozanatini buzadigan har qanday narsa stress sabablari hisoblanadi. Odam o'zini stress ostida his qilishi bilanoq stressni keltirib chiqaruvchi omillar organizm tomonidan xavf sifatida qabul qilinadi va miyadan stress gormonlarini ajratib chiqaradi. Natijada organizm 3 xil bosqichda refleksiyalarni zanjirini boshlaydi. Ya'ni mana stress haqida sizlarga ilmiy tushuntirdik. Stress o'sha ta'lim sohasidagi ikki shaxs o'rtasidagi bir-birini tushunmaslik, bir-birini faoliyatlarini adolatsizlik yoki qandaydir faoliyat natijasida keltirib chiqadigan tushunmovchiliklar yoki professor o'qituvchilarning o'rtasida yoki o'qituvchilar xodim yoki xodim, ya'ni o'qituvchi talaba o'rtasidagi stresslar yoki rahbar va shaxs, ya'ni xodim o'rtasidagi bo'ladigan stresslar bo'lishi mumkin. Bu stresslarni oldini olishda albatta biz bular nizolarni boshqa bir o'qituvchilik faoliyati bilan yangi o'qituvchi oliy ta'lim yoki o'rta maxsus ta'limga ish boshlash uchun kelgan paytda albatta biz bu narsalardan qochish uchun yoki himoyalanish uchun tajribali o'qituvchilar darsini kuzatishimiz kerak bo'ladi va ana shunday kirib darsdagi vaziyatlar, ziddiyatlarni oldini olish uchun ular qanday fantaziya yoki mahorona yondashuvlar bilan ular himoyalandi. Mana shu narsalarni biz o'rganib chiqib va talabalarni abituriyatga kirishdan oldin ana shunday o'sha oliy ta'limda yoki o'sha ta'lim muassasasini o'quvchilarini yakka tartibda shaxsiy hujjatlarini, yashash tarzi, ularning oilalari kelib chiqishi, bugungi kundagi ularning xarakteri, temperamentlarini birinchi qoidasi bu o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa bu har bir o'sha oliy ta'limni yoki bog'cha bo'ladimi, maktab bo'ladimi, o'sha ta'lim muassasasini muhitini, bolalarni dunyoqarashi, saviyasi, qiziqishi, bugungi kundagi o'sha auditoriyadagi muhim punktual o'sha birinchi bosqichdagi ularni immunitetini bilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Albatta mana shunday yondashsak, o'quvchilar bilan chiqisha olish, ularning dunyoqarashlarini oldindan bilish, ular bilan qanday ilmiy dars o'tayotganimizda qanday qilib yondashish to'g'risidagi tamoyillarni biz aniqlab olgan bo'lamiz va dars o'tish mexanizmlarini biz hech qachon qiynalmaymiz va bunday vaziyatlarda ham savol berganda yoki o'qituvchiga qandaydir qo'pol munosabatda bo'lganda biz adolatli, statistik, ilmiy, ma'naviy javob berishimiz kerak bo'ladi. Shundagina o'quvchilar bizga ergashadi. Ikkinchi tomonlama aytadigan bo'lsak, biz stressni o'sha belgilaridan qochish yoki ulardan himoyalanish uchun albatta talabalar yoki o'quvchilarga doim ilmiy yoki bir o'qituvchining imijlariga e'tibor bergan holatda
konkret faktlar bilan darsga kiradigan bo'lsak, bola bizga ishonadi, inonadi va bizni darsga qo'ygan maqsadimizga erisha olamiz va tushuntirayotganda biz hech qanday fiziologik nuqtai nazardan biz qiynalmaymiz. Yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, biz dars o'tayotganimizda o'quvchilarning haqiqiy irsiyat to'g'risidagi kasalliklari bo'ladi yoki oilasida qandaydir shart-sharoitlar tabiiy holatda buzilgan bo'ladi. Mana shunday faoliyatlarga biz tayyor turishimiz kerak. Ular bilan doim ilmiy o'sha to'garak yoki sinf rahbari yoki hozirgi til bilan aytganda oliy ta'limda Twitterlari orqali ham biz ota-onalar bilan bevosita bog'lanib turishimiz kerak bo'ladi. Mana shu vaziyatlarda biz to'g'ri qaror qabul qilishimiz va ularning sharoitlarini kelib chiqib, biz ularga yondashishimiz to'g'ri bo'ladi. Va ikkinchi o'rindagi stressdan qochish belgilari u qanday? Albatta, bolalarning bugungi kunda sharoitlaridan kelib chiqib bolalarning bilim saviyasi yetishmasligi. Mana shu siz bergan topshiriqda ular tushunolmayotgan paytda biz albatta ularga o'sha kamsitib yoki ularga qandaydir bir to'q-po'pisa qilmasdan konkret o'sha faktlar bilan egallab kelgan bugungi kundagi olgan bilimini natijasidan davom ettirib ketadigan bo'lsak, bizga albatta talabalar yoki o'quvchilar bizga doim bunday vaziyatlar bo'lmaydi va biz ularga doim to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'lamiz.